Savol. Assalomu alaykum. Tahajjud namozini o'qish uchun cho'qim vitr namozini tahajjud namozidan keyin o'qishim kerakmi yoki vitrni xubtan bilan o'qib o'tib tahajjud namozini ayrim o'qisammi bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Vitr namozini oxirgi namoz qilib o'qish sunnatdir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechadagi namozinglarning oxirini taq qilinglar degan. Әмді витр o'qib bo'lgandan keyin yana nafl namoz o'qimoqchi bo'lsa o'qisa bo'ladi. Undan keyin vitrni qayta o'qimasimi bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlar tanlagan kuchli qarashdir. Abu Jamra rivoyat qilib bundoq dedi. Aiz ibn Amr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning daraxt ostida bay'at qilgan sahobalardan edi. Men uningdan vitr o'qib uxlab qolgandan keyin burunqisi bekor qilinib qayta o'qilamdi deb so'rasam, u kechining avvalida vitr o'qisang, oxirida o'qimagan dedi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vitr o'qib bo'lgandan keyin o'ltirib 2 rakat namoz o'qigan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kechada 2 vitr o'qish yo'q degan. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, buningda kengchilik bor. Mumkin qadar vitr namozini oxirgi namozga qilishga tirishish kerak. Andan ba'zi ahvolda vitrdan keyin nafl o'qib qolsa, vitrni qaytarmasimi bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh